Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni, ya'ni 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasini batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot faqat hozir pensiya olayotganlarga emas. Yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga, ota-onasi yoki yaqinlari pensiyada bo'lganlarga ham bevosita tegishli. Chunki pensiya qayta hisoblanganda kimning puli oshadi, kimniki o'zgarmaydi, kim ariza berishi kerak, kim kutib turishi mumkin, qaysi hujjat yetishmasa oshish kechikadi. Mana shu savollar juda ko'p odamni qiynayapti. Men bugun bu masalani oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nozik joylar bor. Odam pensiyasi oshadi deb o'ylaydi, lekin hujjati to'liq bo'lmasa yoki shartga tushmasa, pul qo'shilmasligi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarning real daromadiga ta'sir qiladi. Avvalo men eng asosiy savolga javob beraman. Pensiyani qayta hisoblash degani nima? Bu pensiya tayinlangan paytdagi ma'lumotlar, ish staji, ish haqi, imtiyozlar. Eng kam pensiya miqdori yoki qonunchilikdagi yangi me'yorlar asosida pensiya summasini qayta ko'rib chiqish degani. Ya'ni davlat hammaning pensiyasiga bir xil pul qo'shiladi demaydi. Har bir insonning holati alohida ko'riladi. Oldin ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin mening pensiyam bir marta hisoblandi, endi shunday qoladi deb o'ylardi. Aslida unday emas. Pensiya bir necha sabab bilan qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, ish staji bo'yicha yangi hujjat topilsa, ilgari hisobga olinmagan ish davri tasdiqlansa, ish haqi haqida arxiv ma'lumoti olib kelinsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila tarkibi o'zgarsa yoki davlat tomonidan bazaviy miqdorlar oshirilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 1 avgustdan qayta hisoblash haqida gap ketganda, odamlar ko'pincha buni umumiy oshirish bilan adashtiradi. Men shu joyni aniq ajratib beraman. Pensiyalarni indeksatsiya qilish yoki miqdorini umumiy oshirish boshqa narsa, individual qayta hisoblash boshqa narsa. Umumiy oshirishda, masalan, barcha yoshga doir pensiyalar ma'lum foizga oshirilishi mumkin. Qayta hisoblashda esa sizning shaxsiy hujjatlaringiz, stajingiz, maoshingiz, to'yfangiz va qonuniy huquqingiz tekshiriladi. Endi nima o'zgaryapti? Eng muhim o'zgarish shundaki, 1 avgustdan ayrim pensiya oluvchilar bo'yicha qayta hisoblash jarayoni faollashadi. Ya'ni oldingi ma'lumotlar yangilanadi. Qo'shimcha staj yoki daromad bo'yicha hujjatlarni kiritish imkoniyati paydo bo'ladi. Ayrim toifalarda pensiya summasi qayta ko'rib chiqiladi. Lekin bu yerda har bir fuqaro bir xil natija kutmasligi kerak. Kimdadir sezilarli oshadi, kimdadir juda oz oshadi, kimdadir umuman o'zgarmasligi mumkin. Men ko'p murojaatlarda bir xil gapni eshitaman. Qo'shnimniki oshibdi, meniki nega oshmadi? Javob oddiy. Pensiya qo'shning yoshi bilan emas, hujjat bilan hisoblanadi. Ikki odam bir vaqtda pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin birining rasmiy ish staji 35 yil, boshqasiniki 23 yil. Birining ish haqi arxivda to'liq saqlangan, boshqasiniki topilmagan. Birda imtiyozli davr bor, boshqasida yo'q. Shuning uchun natija ham har xil bo'ladi. Asosiy qism. Kim bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin birinchi navbatda hozir yoshga doir pensiya olayotganlar o'z holatini tekshirish kerak. Ayniqsa, pensiyaga chiqqan paytda ish staji to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari topilmagani sababli ayrim yillar kiritilmagan bo'lsa yoki fuqaro o'sha paytda yo'q ekan deb qo'l siltab ketgan bo'lsa. 1 avgustdan keyingi qayta hisoblash jarayonida yana murojaat qilish foydali bo'lishi mumkin. Masalan, bir ayol 2000 yilda pensiyaga chiqqan. U 1995 yildan 1994 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Lekin pensiya tayinlash vaqtida faqat 6 yilini tasdiqlovchi ma'lumot topilgan. Qolgan 3 yil bo'yicha arxiv javobi kechikkan. Natijada pensiyasi 3 yil kam staj bilan hisoblangan. Agar hozir arxivdan to'liq ma'lumot olsa va pensiya jamg'armasiga topshirsa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Bu o'sish qancha bo'ladi? Aniq summa stajga, ish haqiga va amaldagi formulaga bog'liq. Lekin ko'pincha bunday holatda oyiga bir necha 10 ming so'mdan bir necha 100 ming so'mgacha farq chiqishi mumkin. Ikkinchi guruh ishlagan bo'lsa ham ayrim davrlari rasmiy ko'rinmayotgan fuqarolar. Masalan, odam kolxozda, sovxozda, zavodda, maktabda, kasalxonada, qurilish tashkilotida ishlagan. O'sha paytda mehnat daftarchasiga yozuv tushgan, lekin yozuvda buyruq raqami yo'q yoki muhr xira. Bunday holatda pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat so'rashi mumkin. Fuqaro men ishlaganman-ku deyishi yetarli emas.
Pensiya tizimida og'zaki gap emas, hujjat asos bo'ladi. Shuning uchun eski ish joyi tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilinadi. Tashkilot boshqa nomga o'tgan bo'lsa, huquqiy varisdan ma'lumot olinadi. 3-guruh pensiyaga chiqqandan keyin ishlashni davom ettirganlar. Bu juda ko'p odamga tegishli. Masalan, erkak kishi 6 yoshida pensiyaga chiqdi, lekin keyin yana 2 yil qorovul, o'qituvchi, haydovchi yoki ustaxona ishchisi sifatida rasmiy ishladi. Savol: shu keyingi ish davri pensiyaga ta'sir qiladimi? Ayrim holatlarda ha. Agar qonunchilikda belgilangan tartib bo'yicha qo'shimcha staj yoki sug'urta badallari hisobga olinadigan bo'lsa, qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik har oy qo'shilib boradi degani emas. Ko'pincha fuqaro belgilangan muddatda murojaat qilishi yoki tizimda ma'lumot to'g'ri aks etganini tekshirishi kerak bo'ladi. 4-guruh nogironlik pensiyasi olayotganlar. Agar nogironlik guruhi o'zgarsa, masalan 2-guruhdan 1-guruhga o'tsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuningdek, nogironlik muddati uzaytirilsa, doimiy deb belgilanadigan bo'lsa yoki tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yangilansa, bu ma'lumotlar pensiya organiga yetib borishi kerak. Ba'zan fuqaro tibbiy xulosani oladi, lekin pensiya bo'limiga yetkazmaydi yoki elektron tizimda kechikish bo'ladi. Natijada pul vaqtida o'zgarmaydi. Shuning uchun men har doim aytaman, tibbiy xulosa chiqqandan keyin faqat kutib o'tirmang, pensiya jamg'armasida ma'lumot aks etganini tekshiring. 5-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Bu yerda oila tarkibi muhim. Masalan, marhum otaning 2 farzandiga pensiya tayinlangan. Farzandlardan biri bo'yin 8 yoshga to'ldi, lekin kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettiryapti. Agar o'qish haqida ma'lumot taqdim etilsa, pensiya davom etishi mumkin. Agar ma'lumot berilmasa, to'lov to'xtashi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Aksincha, oilada pensiya olish huquqiga ega yana bir shaxs aniqlansa, masalan, voyaga yetmagan farzand avval hujjatga kiritilmagan bo'lsa, qayta hisoblash natijasida to'lov miqdori o'zgarishi mumkin. Keling, aniq raqamli misollarni ko'rib chiqamiz. Men bu misollarni tushunish oson bo'lishi uchun shartli qilib beraman. Chunki har bir hududda va har bir fuqaroning hujjatida yakuniy hisob-kitob alohida bo'ladi. Birinchi misol. Dilshod aka 62 yoshda hozir oyiga 1.2 ming so'm pensiya oladi. Pensiya tayinlanganda 25 yil ish staji hisobga olingan. Keyin u arxivdan yana 5 yil rasmiy ishlaganini tasdiqlovchi ma'lumot topdi. Agar bu 5 yil qonun bo'yicha stajga qo'shilsa, pensiya bazasi qayta ko'rdi. Natijada pensiya. Masalan, 1.220 mingdan 1.300 ming yoki 1.420 ming so'mgacha chiqishi mumkin. Bu aniq va'da emas, lekin mantiq shuki, staj ko'paygan sari pensiya hisobida ijobiy farq paydo bo'lish ehtimoli oshadi. Ikkinchi misol. Mahbuba opa 7 yoshda pensiya oladi. Uning staji yetarli, lekin ish haqi bo'yicha ma'lumotlar past ko'rsatkich bilan olingan. Ya'ni u aslida yaxshi maosh olgan, lekin arxivdan faqat tarif stavkasi bo'yicha ma'lumot chiqqan. Keyin u tashkilot arxividan mukofot, ustama to'liq oylik bo'yicha yangi ma'lumot oldi. Agar bu daromadlar pensiya hisobida inobatga olinadigan to'lovlar bo'lsa, pensiyasi qayta hisoblanganda oshishi mumkin. Bu yerda muhim noziklik bor. Har qanday pul pensiyaga qo'shilavermaydi. Faqat qonunda belgilangan sug'urta badali yoki tegishli ajratmalar hisoblangan daromadlar e'tiborga olinadi. 3-misol. Rustam aka pensiyaga chiqqandan keyin 4 yil rasmiy ishladi. U har oy ish haqi oldi. Tashkilot soliq va ijtimoiy to'lovlarni rasmiy yuritdi. Endi u mening pensiyam avtomatik o'sishi kerak deb o'ylayapti. Bu yerda birinchi qadam my.gov.uz. Pensiya jamg'armasi bo'limi yoki mahalliy pensiya idorasi orqali ish davri tizimida ko'ringanini tekshirish. Agar ma'lumot ko'rinsa, qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin. Agar ko'rinmasa, ish beruvchidan ma'lumotnoma yoki elektron hisobotni tuzatishni talab qilish kerak bo'ladi. 4-misol. Bir pensioner eng kam pensiya miqdoriga yaqin pul oladi. Davlat tomonidan minimal kafolatlar oshirilsa, uning pensiyasi ham oshishi mumkin. Lekin pensiyasi allaqachon yuqoriroq bo'lgan odamda bu o'zgarish sezilmasligi mumkin. Shu sababli hammaniki bir xil 200 ming so'mga oshadi degan gaplarga ishonmaslik kerak. Pensiya tizimida oshish foiz, bazaviy miqdor, minimal kafolat yoki individual qayta hisoblash orqali kelishi mumkin. Qaysi yo'l sizga ta'sir qilishini hujjatingiz belgilaydi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, pensiyasi juda kam chiqib, men ko'p ishlaganman, lekin pulim kam deganlar. Bunday holatda ko'pincha staj yoki ish haqi bo'yicha hujjat yetishmaydi.
Ikkinchidan, mehnat daftarchasida xato yozuvlar borlar. Ism, familiya boshqacha yozilgan, tug'ilgan sana noto'g'ri, tashkilot nomi chalkash, muhr yo'q yoki buyruq raqami ko'rsatilmagan. Uchinchidan, sobiq ittifoq davrida ishlagan, lekin tashkiloti yopilib ketgan fuqarolar. To'rtinchidan, pensiya chiqqandan keyin rasmiy ishlagan, lekin bu davr tizimda aks etgan etmaganini bilmaydiganlar. Kim nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha ish davrlaringiz elektron tizimda to'liq ko'rinayotgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari to'liq kiritilgan bo'lsa, qo'shimcha imtiyozli hujjatingiz bo'lmasa, unda katta o'zgarish kutmasligingiz mumkin. Lekin baribir bir marta tekshirish zarar qilmaydi. Chunki xatolar faqat eski hujjatlarda emas, elektron ma'lumotlarda ham uchrashi mumkin. Endi eng muhim nozikliklarga o'tamiz. Birinchi noziklik, pensiyani qayta hisoblash har doim ham o'tgan yillardan boshlab katta qarzdorlik qilib beriladi degani emas. Ko'p holatda qayta hisoblash ariza berilgan kundan yoki hujjat taqdim qilingan kundan boshlab qo'llanadi. Ayrim holatlarda oldingi davr uchun ham farq to'lanishi mumkin, lekin bu qonundagi asosga bog'liq. Shuning uchun hujjatni kechiktirmaslik kerak. Bugun topilgan hujjatni keyingi oy olib boraman deb yurish sizga moliyaviy zarar bo'lishi mumkin. Ikkinchi noziklik, mehnat daftarchasi borligi har doim yetarli emas. Agar yozuv aniq bo'lmasa, tasdiqlovchi buyruq, arxiv ma'lumoti, ish haqi varaqasi, shaxsiy hisob varaqasi talab qilinishi mumkin. Ayniqsa eski yillarda tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, arxiv ma'lumoti juda muhim. Masalan, 1999-1993 yillar oralig'ida ishlagan degan yozuv bor, lekin qaysi lavozimda to'liq stavkada yoki mavsumiy ishlaganmi, ma'lum emas. Bunday holatda pensiya organi to'liq davrini emas, faqat tasdiqlangan qismini olishi mumkin. Uchinchi noziklik, norasmiy ishlagan davrlar pensiyaga qo'shilmaydi. Men buni o'g'riqli bo'lsa ham ochiq aytaman. Men 10 yil bozorda ishladim. Men taqi yil ustachilik qildim. Men fermerda og'zaki kelishuv bilan ishladim degan holatlar. Agar rasmiy hujjat va to'lovlar bo'lmasa, pensiya stajiga kiritilishi qiyin. Pensiya tizimida mehnat munosabati rasmiy bo'lishi, tegishli to'lovlar yuritilishi yoki qonunda alohida tan olingan davr bo'lishi kerak. To'rtinchi noziklik. Bolani parvarishlash davri, harbiy xizmat oliy o'quv yurti, kasallik davri kabi masalalarda umumiy gap bilan emas, amaldagi qonun bilan qaraladi. Ayrim davrlar stajga kiritilishi mumkin, ayrimlari cheklov bilan kiritiladi. Ayrimlari esa pensiya turiga qarab boshqacha baholanadi. Masalan, ayol kishi farzand parvarishi sabab ishda tanaffus qilgan bo'lsa, bu davrning qanchasi va qanday tartibda stajga olinishi hujjatlar bilan aniqlanadi. Shu sababli hamma bolalar uchun avtomatik qo'shiladi yoki umuman qo'shilmaydi degan keskin gaplar noto'g'ri. 5-noziklik, imtiyozli pensiya masalasi. Ayrim kasblarda zararli mehnat sharoiti og'irish, maxsus ro'yxatga kiradigan lavozimlar bo'ladi. Masalan, kimyo ishlab chiqarishi, ayrim tibbiy, pedagogik yoki sanoat yo'nalishlarida qonunda belgilangan alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin odamning lavozimi shunchaki usta yoki operator deb yozilgani yetmaydi. U aynan imtiyozli ro'yxatga mos lavozimda, tegishli sharoitda va belgilangan muddat ishlagani tasdiqlash kerak. Agar hujjatda lavozim nomi ro'yxatdagi nomdan farq qilsa, bahsli holat yuzaga keladi. 6-noziklik, ism familiya o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Eski hujjatlarda qizlik familiyasi, yangi pasportda boshqa familiya bo'ladi. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, arxivdagi ma'lumot sizniki ekanini isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun bunday hujjatlarni albatta tayyorlab qo'yish kerak. 7-noziklik, bir xil staj, lekin har xil pensiya. Ko'pchilik ikkalamiz 30 yil ishlaganimiz, nega pensiyamiz har xil deb so'raydi. Sababi pensiyada faqat yillar soni emas, ish haqi miqdori, to'lovlar, lavozim, imtiyoz, pensiya turi, tayinlangan sana va qonunchilikdagi o'sha paytdagi me'yorlar ham ahamiyatli. Bir odam 30 yil kam maoshli rasmiy ishda ishlagan bo'lishi mumkin. Boshqasi 30 yil yuqori maosh bilan ishlagan bo'lishi mumkin. Natija bir xil bo'lmaydi. 8-noziklik, pensiya oshganini eshitib darhol qarzga kirish yoki xarajatni oshirish noto'g'ri. Qayta hisoblash natijasi chiqmaguncha aniq summa yo'q. Ba'zida fuqaro menga 5 ming qo'shiladi deb eshitadi. Lekin tekshiruvdan keyin 80 ming qo'shiladi yoki umuman asos topilmaydi. Shuning uchun rasmiy javobni kutish kerak. Og'zaki gap, qo'shni aytgan ma'lumot, ijtimoiy tarmoqdagi noma'lum jadval
moliyaviy qaror uchun asos bo'lmasligi kerak. Amaliy maslahat nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat yig'ish kerak, birinchi qadam hozirgi pensiyangiz nimaga asoslanib hisoblanganini aniqlang. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, MyDocuBuz orqali ayrim ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati bor. Siz pensiyamni qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin bo'lgan ish stajim va ish haqi ma'lumotlarini tekshirmoqchiman deb murojaat qilasiz. Maqsad oddiy, tizimda qaysi yillar bor, qaysi yillar yo'q, qaysi daromadlar hisobga olinganini bilish. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni ko'zdan kechiring. Unda ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, tashkilot nomi, muhr va imzo bor yo'qligini tekshiring. Agar biror joy xira, noto'g'ri yoki tushunarsiz bo'lsa, shu ish joyi bo'yicha qo'shimcha hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar tashkilot hozir mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma so'rang. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Uchinchi qadam, arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Arxivga murojaat qilganda aniq yozish kerak. Qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlagansiz, taxminan qaysi bo'lim yoki sex bo'lgan. Eski familiyangiz bo'lgan bo'lsa, uni ham ko'rsating. Arxiv xodimi sizning hayotingizni bilmaydi. U hujjat nomi va davr bo'yicha qidiradi. Ma'lumot qanchalik aniq bo'lsa, topish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Ish haqi haqida hujjat so'rang. Faqat ishlagan degan ma'lumot ba'zan yetarli bo'ladi. Lekin pensiya miqdorini oshirish uchun ish haqi ma'lumotlari ham muhim bo'lishi mumkin. Shaxsiy hisob varaqalari, oylik hisob-kitob vedomoslari, mukofot va ustamalar aks etgan hujjatlar foydali bo'ladi. Lekin yana takrorlayman. Pensiya organi faqat qonun bo'yicha inobatga olinadigan daromadlarni hisobga oladi. 5-qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, harbiy bilet, diplom, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish ma'lumotnomasi kabi hujjatlar holatingizga qarab kerak bo'lishi mumkin. Hammasi hammaga kerak emas. Lekin o'zingizga tegishlisini oldindan tayyorlab qo'ysangiz, jarayon tezlashadi. 6-qadam, pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada mening pensiyamni yangi taqdim etilgan hujjatlar asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yoziladi. Qaysi hujjatlarni ilova qilayotganingizni sanab o'ting. Arizani topshirganda ro'yxatdan o'tgan raqamini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi ma'lumotni oling. Bu juda muhim, chunki keyin muddat va javob masalasida aynan shu asos bo'ladi. 7-qadam, javobni nazorat qiling. Ariza topshirdim, bo'ldi deb ketmang. Belgilangan muddat o'tgach, javob chiqqan-chiqmaganini tekshiring. Agar qo'shimcha hujjat so'ralsa, imkon qadar tez olib boring. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma ko'rsatilishi kerak. Shunda siz nimani tuzatish kerakligini bilasiz. Hujjat yetishmayaptimi? Davr tasdiqlanmayaptimi? Daromad pensiya hisobiga kirmaydimi yoki boshqa sabab bormi? 8-qadam, hisob-kitob bilan tanishing. Agar pensiya qayta hisoblangan bo'lsa, yangi summa qachondan boshlab qo'llanganini, farq puli bormi yo'qligini, qaysi davrlar qo'shilganini so'rang. Men odamlarga doim maslahat beraman. Faqat pul oshdi deganiga qaramang. Asosini ham biling. Chunki keyin yana bir hujjat topilsa, qayta murojaat qilish osonroq bo'ladi. 9-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, shikoyat qilish tartibidan foydalaning. Avval yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga murojaat qilish mumkin. Zarur bo'lsa, adliya organlari, xalq qabulxonasi yoki sud orqali huquqingizni himoya qilishingiz mumkin. Lekin shikoyat qilayotganda hissiyot bilan emas, hujjat bilan boring. Men ko'p ishlaganman degan gapni mana bu arxiv ma'lumotida 1997 yildan 1932 yilgacha ishlaganim tasdiqlangan degan dalilga aylantiring. Yana bir amaliy maslahat, hujjatlarning nusxasini o'zingizda saqlang. Asl hujjatni topshirish kerak bo'lsa, qabul qilinganini tasdiqlovchi yozuv oling. Telefoningizda rasmiga olib qo'ying, alohida papkaga joylang. Ayniqsa arxiv ma'lumotnomasi qayta topilishi qiyin bo'lishi mumkin. Hujjatni yo'qotib qo'yish qayta hisoblashni oylar davomida cho'zib yuboradi. Yaqinlaringizga ham yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron xizmatdan foydalana olmaydi. Ariza yozishga qiynaladi. Qaysi arxivga borishni bilmaydi. Farzandlar, nevaralar, qarindoshlar yordam bersa, juda ko'p odam o'z haqini olishi mumkin.
Ayniqsa qishloq joylarda eski kolxoz, sovxoz, tuman tashkilotlari hujjatlari bo'yicha arxiv qidirish sabr talab qiladi. Lekin bir marta to'g'ri topilgan hujjat pensiyaga doimiy ta'sir qilishi mumkin. Demak, 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasida eng asosiy gap shuki, hammaning pensiyasi avtomatik bir xil o'shadi deb o'ylamang. Kimning staji, ish haqi, imtiyozi, nogironlik guruhi, oila tarkibi yoki yangi taqdim etilgan hujjati bo'yicha asos bo'lsa, o'sha odamda pensiya oshishi mumkin. Kimning hujjatlari to'liq va avvaldan to'g'ri hisoblangan bo'lsa, unda o'zgarish bo'lmasligi ham mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, hoziroq mehnat daftarchangizni, arxiv ma'lumotlaringizni, ish haqi hujjatlaringizni tekshiring. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling, ariza yozing, javobni yozma oling va hisob kitobni nazorat qiling. Pensiya bu sadaqa emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz natijasida shakllangan qonuniy huquqingiz. Sizning holatingiz qanday? Pensiyangiz oshishini kutyapsizmi? Stajingiz to'liq hisoblanganmi? Arxiv hujjati topishda muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiyada bo'lgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri hujjat, bitta vaqtida berilgan ariza ba'zan odamning har oylik daromadini sezilarli darajada o'zgartirib yuborishi mumkin.